جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, İslam diniga bütünlay kiringlar. Ya'ni İslam dinining bütün ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlariga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Baqara surasi 208 oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, biz kasrah babida bu dars bo'lsa kasrahning uzartilib o'qilishi va yamat haqidan biroz to'xtalaman. Asosan degidek mush 3 xil ishorat bo'ladi darsimiz. Oldi bilan kasral harfning qaysi holatda uzartilib o'qiladiganligini ayirib bilishimiz uchun nimalarga diqqat qilamiz? Ya'ni harfning sol tarafidagi harakatsiz ya, ya'ni bu ishorat yoki bu ya harfi bo'ladi yoki bo'lsa miyada cho'ngroq bu xil ishoratni ko'rsanglar, bu kasrahliq harf uzartilib o'qildi ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Yoki bo'lsa u harfning ostiga qo'yiladigan ma'noga o'xshash tik kasra, ya'ni tik ostiga qo'yilgan tik alif yoki tik kasra tin bilib olsanglar bo'ladi. Bu harfni uzartib o'qiydi ekanman deb. Misol, menga qaraydigan bo'lsanglar, bu kalimani ilafihim deb o'qiymiz. Ilafihim miyadagi kasrahli harfni uzartdik. Ilafihim deb. Agar uzartmasa qanday o'qiydik? Ilafihim deb o'qiydik. Ilafihim deb o'qiymiz. Bu yerda qaysi keldi? Kasrahli harfning keynidan ya harfi keldi. Ya'ni ya deganimiz bu sokinlik amaliyotda ko'pincha ahvolda sokin yezilmaydi. Birazdan eskartmada deb o'tmayaptimi? Bu yerda ya harf kelganlikdan bilib olamiz. Uningdan keyin bayana dedik tik kasra ilafihim. Bu yanla ilafihim deyiladi. Bu ikkisi yana o'xshash yoki bo'lmasa ilafihim deb mahil holatdagi ya kasimi yana ilafihim deb o'qiladi. Yani şu 3 xil ishoratni ko'rsanglar, bu kasra harfi uzartilib o'qiladi ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Amaliyotda buning o'zi tik kasra bo'lg'achqa bevosita uzartilib o'qilishni ishorat qiladi. Boshqa yanada boshqa bir narsa ko'rsanglar, tik kasrani ko'rgan aman, bu uzartilib o'qiladigan harfkan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Tiyimiz deb o'tgandek yamat, tiyimizning bir qismi bo'lsa, mat oldingi soatlik darsda biroz to'xtalgandim. Mat deganlik arab tilidagi so'zish degan ma'noni bildirdi. Ya'ni bu huruf mad deydi. Yani bu hurufu mad deganimiz tabiiy madlar 3 bo'ladi. Bu darsimizda so'zlaydigan mad harfi bo'lsa ya mad, oldingi darsimizda alif madni so'zlagandik. Keyingi soatlik darsimizda bo'lsa vav mad haqida to'xtalib o'tamiz. Ya mad deganimiz kasrahliq, ya'ni zirliq harflarning keyiniga qo'shilgan ya harfi bo'lib, bu xil ahvolda kasrahliq tovush ikki harakat miqdori so'zilib o'qiladi. Oldingi darsimizda harakat miqdori degan nima ekanligiga to'xtalgandik. Harakat miqdori deganimiz barmoqimizni pukkicha bo'lgan oraliqni ko'rsatdi. Bir harakat miqdori deganimiz bir barmoqni pukkicha bo'lgan oraliqda, ikki harakat miqdori deganimiz ikki barmoqni pukkichilik bo'lgan vaqtni ko'rsatdi. Hamda bunda bir to'qinish kelib chiqadi. Barmoqni pukkish degan vaqtimizda ba'zi insonlar, ya'ni xarakter tufaylidan biroz chaqqarroq harakat qiladigan insonlar bor. Ya'ni achchiq yamaraq insonlar ikki harakat miqdori ikki barmoqni pukimiz desa, bir ikki debla tizdan pukitish mumkin. Ba'zi insonlar bo'lsa, texmi yavaş, ig'ir besiq, salmoq kishilar bo'lsa, asta pukishi mumkin. Bu xil o'lchamni amaliyotda %100 to'g'ri bo'lib ketmaydi. Buni o'lcham qilib olsak, barmoq pukichilik bo'lgan oraliq desak, normalda shunda, ammo shuni bilishimiz kerakki, ikki harakat miqdori deganimizda, masalan, ya harfi bir kasrah qo'ydik deylik, yi deb o'qidik. Ikki kasrah bo'lsa, yi dedik. Mush ikki harakat miqdorini amaliyotda ko'rsatdi. Yi deganchilik bo'lgan oraliq yi oldinlama yi bu ikki harakat miqdorini ko'rsatdi amaliyotda. Ya'ni harakat deganimiz fatha, kasra, damma qatorliqlardi. Mushdan ikkisi birga kelgandiki bo'lgan, ya'ni o'qisanglar yi deb o'qiytinglar, ikki harakat miqdorini shu holatda bilib olsanglar bo'ldi. Harakat deganimiz so'ziq tovush ahang ifodalaydigan belgilar bo'lib, bu fatha, ya'ni zabar, kasra, zir, damma, pash qatorliq 3 belgini ko'rsatdi. Cho'ng va kichik o'qiladigan kasrahli harflarning keyniga sokinlik ya qo'shilib kelgan taqdirdami, ya'ni o'xshash qoida bo'yicha o'qildi, cho'ng kichik o'qiladigan, ya'ni o'z maxrajlaridan chiqildi, boshqa o'zgarish bo'lmaydi.
Eskartib o'tadiganimiz bo'lsa, ya mat sokinlik ya bo'lsa-mu, boy dedim, amaliyotda sokinlik ya bo'ladi. Ko'pincha ahvolda yaga sokin belgisi yozilmaydi va tovush belgisiz keladi. Ikki xil sokin belgisi va hech qanday belgi yozilmagan shaklning o'qilishida farq yo'q. Unda ikki xil sokinlik yozilishi dedik. Men cho'ng aytib ko'rsatay buni. Bu holatda-mu keladi. Ya harfi sokin yo'q, yozilma hech qanday tovush belgisi qo'yilmagan holatda keladi yoki bo'lmasa ikki xil bu yerdagi sokinninki bu bir xil yozilishi, ma bo'lsa bir xil yozilishi, ma jumlaq, ma bo'lsa yantu. Ana bu xil, ya'ni Qur'onlarninki basma shakliga asosan o'zgarish bo'ladi. Ba'zi Qur'onlarda jumlaq bo'ldi sokinlar, ba'zi Qur'onlarda bo'lsa yan yoziladi. Şoň bu xil ikki ishoratni ko'rganda bu sokinkan deb tushensanglar bo'ladi. Ya'ni buning o'qilishda hech qanday masala yo'q, shu holatda o'qilaveradi. Bu o'xshashli ikki harakat miqdori so'ziladi. Masalan, buni ti ma'ni bo'lsa, yana ti, buni bo'lsa, yana ti deb. Anadan keyin alif mat harfiga sokin qo'yilsa, o'qilmay tashlanib ketadiganligini bildiradi. Bir fathalik harfning keyniga alif yozilgandan keyin bu alif mat bo'ladi. Masalan, o'qilmay tashlanib ketadigan Qur'onda 7 xil alif mat bor. Buning ichidagi eng ya'ni jonliq o'rniki ana degan bu kalima. Ba'zi Qur'onlarda ko'rsizlar, ana kalimasining ustida jumlaq bir sokin ishorati bor. Bu ishorat qo'yilganligini ko'rsanglar, ya'ni jumlaq qo'yildi asosan. Miyada sokin jumlaq qo'yildi, buni qo'shib o'qidik, ammo ana kalimasiga sokin bu holatda qo'yilgan bo'lsa, buni so'zmaymiz. Ya'ni bu alif o'qilmaydi, faqatla o'qilmaydiganligini bildiradi. Andan keyin bu deganimiz ana, ya'ni alifni tashvitib o'qiganga teng deganlik bo'ladi. Bundan boshqa ba'zi Qur'onlarda mush tashvitib o'qiydigan yerda qasr deb, ya'ni qisqa o'qiladi deydiganni ishorat qildigan bir kalima yozig'liq bo'ldi. Qisqa o'qiysizlar buni deganni bildiradi. Buni ya'ni uzartish bo'lmaydi, ya'ni tashvitimiz bu yerdagi alifni ana, ya'ni ana deb uzartmay, ana deb ham o'qiymiz deganni bildiradi. Şoň bunu eskartib o'tib ketay vaqti kelganda, yana chiqadi oldimizga. Ondan boshqa alif matning keyniga kelgan tovushsiz ya o'qilmaydi. Misol, yanha deb o'qiymiz bu kalimani. Bu yerda ha fathalik keldi. Endi bir alif mat bor, ya bu yerda tovushsiz ya o'qilmaydi. Bu yerda yanha ya deb o'qimaymiz, yanha deymiz. Bu yerdagi ya o'qilmaydi. Faqatla bu yerdagi ha'ni so'zliqligimizni bildirib keldi. Bu deganlik bo'lsa yanha, bu yerdagi yanhani qanday o'qilgan bo'lsa, bu yerdagi yanha shunda o'qildi. Bu shunga teng deganlik bo'ldi. Hamda oldingi darslarimizda deb o'tgandim, hozir sokin bobiga kirmadik, ammo qisqacha yana tushuntirib o'tsam, sokin deganimiz harflarning ustiga qo'yilib, bu qo'yilgan harflar bilan oldidagi harf qo'shilib, yepiq bo'g'im hosil qilgan belgining ismi sokin. Masalan, yen deb oldidagi harf bilan bu qo'yilgan harfni qo'shib o'qiydiganligimiz va yepiq bo'g'im hosil qiladigan bir ishoratning ismi sokin. Yen deb o'qiganimizga o'xshash. Eskartib o'tadiganim deydiganlarim mushunchalik. Ham darsga o'tib ketsak, inchik o'qilgan harflar men o'qib bermay, menga akishib talaffuz qilinglar. I B B T T Th Th G G harfning ostiga tik kasrah kelsa, ikki harakat miqdori so'zatdik. Asli bu yerga kasrah yolg'iz kelsa G deydik. Bu ikkini o'qib qolsak G deydik. Unda bo'lsa, buning ketgan vaqt G deyilib ikki harakat miqdori ketgan vaqtni ko'rsatadi. Mushta bilsanglarmi, xatolashmaymiz. Hi qaranglar, nima dedik? Bu kasimi cho'ng kichik o'qilishida maxrajlari hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Buni hi deb qolmadik. Yana hi dedik. Hi D D the ri zi si
시, 시, 아이, 아이. Boy so'zga nazariyalar bek murakkab bilinib ketgan bo'lishi mumkin. Biz mashqni ko'p qilgan bo'lg'achqa, mashq jarayonida tabiiy o'rganib ketisizlar, nazariyaga asosan kerak qolmaydi. Faqatlam nazariya qismini silishtirib o'zinglar mashq qilgan bo'lib qolsanglar, kerak bo'lsin deb nazariyani biroz tafsiliy to'xtalish to'g'ri kelib qoldi. Fi, fi, ki, ki, li, li, mi, mi, ni, ni, hi, hi. Bu hini chiqargan vaqtda Uyg'ur tilidagi masalan harva deymiz-ku, harva. Ig'izimizning uchidan chiqarib qo'ysa qolmaydi. Bu kanay bo'shliqdan chiqadigan harf, shunga hi emas. Hi deb chiqaramiz. We, yi, yi. Çoğuldan harflerge ötsek. Xi. Aldınғы dərslədim degendim, xa tavuşun tələpüz qıqal vaqtda gilimizдің qırılğanlığını his qıladıq. Bu kəsrahlıq altını mı tələpüz qıqal vaqtımızda, yəni oxşaşlar öz məxricidən çıxıdı və gilimizдің qırılğanlığını his qılımız. Xi. G'i. G'i. Qi. Qi. Si. Si. Di. Di. Ti. Oşunda ta, ba harflerini telaffuz qilgan chaqda yoki sot, bot harflerini telaffuz qilgan chaqda ig'izimizni har xil shakllarga kirgizishning hojati yo'q. Faqat o'z maxrijini chiqarsak, ig'izimizning shakli asosan degidek pek o'zgarib ketmaydi. Masalan, ba'zilar sin chiqqan, si deb mashda ig'izlarni ushlab ti deb qilib ketdi. Bunday qilishning hech qanday hojati yo'q. Ig'iz shaklimizni buzishimizningki, o'z maxrijidan chiqarish o'rnidan chiqarsaqlar, bu harf joyidan chiqqan bo'ldi. Ig'izimizni burishtirishning, ushlashning hojati yo'q. Ti. Vi. Vi. Endi inchik o'qiladigan harflar ustida silishtirma qilamiz. Oldi bilan kasralar qoldi, keyin kasraning uzatilib o'qilish holati. Qaranglar, bu yerda i dedik, bu yerda esa i dedik. Boy deb o'tgan i qanchalik vaqt ketdi? I taxminan 1 sekund ketgan bo'lsa, buni i dedik, buning 1 sekund vaqt ketdi. Shunchalikla, ya'ni uzatilib o'qilishi shunchalik darajada uzatilib olsak bo'ldi. Boy degandek ba'zi odamlar, achchiq yema odamlar desak 4 harakat miqdori degan qanday bo'ldi? 4 barmoqni bukitchilik desak, achchiq yema odamlar unda qilib bukitdi barmoqini. Unda olib qolsa bizning degan 2 harakat miqdori teng bo'lib qoladi. Shunlashqa bu bir nisbiy bo'lib, to'g'riliq nisbatimi bek nima chiqmay qoldi ekan. Şu bu darsda eskartib o'tdim. Keyingi darslar kelgan chog'da yana eskartaman. Eng to'g'ri bo'lgan o'lcham 2. Mana o'xshash harakatninki o'z holatidan ikkisi kelgan vaqtda uni o'qqanchilik vaqt deb bilib olsanglar bo'ladi. Bi, ti, ji, hi, di, ri, zi, si, shi,
عي عي في كي لي مي ني هي وي يي. Әмді çoğunquldan hərfləri kisiləşdirmə qarab ötümüz. Xi غي قي صي ضي ضي. Bugünkü dersimiz müştərək oldu. Keyinki dersimiz bolsa kəsrahның uzatılıb oqılışı və ilgili dərslərə münasibətlik bolğan məşq boludu. Hazır öyrəngənlərimizdə yaxşı ilgiləb asaslarını puxtuluqlaşdırыңlar. Qağınını məşqdə texama puxtulaşdırıb alımız. Keyinki dərsdə görüşkəcə aman bolanglar. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران.